Hürmetli vatandaş, dikşemiz davamlaştırmız. Endilikte çislağı bugün 2020 2. yıl 3. ayının, geçiren 5. ayının 3. günü hürmetli vatandaş. Endiki mavzumunda Prezident Vladimir Putin'nin qırğıcı hayvisi, yani o şeyle qo'ldan ko'rishsigan hayvisi kuchidan qoldi. Toshqon o'lsa tulki qayg'uribdi degandek, Rossiyaning echinishlik ahvolini ko'rgandan keyin Jungo Kompartiyasi yuqori qatlamida maxfiy yig'in ochdi. Mavzuli xabar 5. ayning 2. kuni Vanve torbeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungo Kompartiyasi yoshirin Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini izchil qo'llab keldi. Rossiya embargo qilishga uchragandan keyin Jungo Kompartiyasi doiralari Rossiyani G'arb lagerining qo'yib o'tmaydiganligini bildi va tushundi. O'xshashli Tayvan masalasi tufayli G'arb lageri izchil Jungodan paxas bo'lish holatida turib keldi. Navbatda Jungo Kompartiyasi taqobil turish tadbirlarini tadqiq qilishga boshladi. Tashqari dunyo matbuotlari bunday xabar qildi. Jungoning nazorat qilish organi navbatda bir necha 10 yurish chet el banklarining yuqori darajalik amaldorlari bilan birlikda jiddiy yig'in ochib, Jungoning chet ellarda amonat qo'ygan kapitalining Rossiyaning kapitali uchragan taqdirdan saqlanishiga choralarni izlandi va bu choralar ustida muhokama olib bordi. Angliya matbuoti Pul muomala gazeti 5. ayning 1. kuni bunda xabar qildi. Xabardor kishilarning oshkorlashicha, Jungoning nazorat qilish organlari 4. ayning 22. kuni jiddiy yig'in chaqirib, Jungo Markaziy Bankasi va Moliya Ministrligining amaldorlari qatnashgan holda bu qatimqi yig'in ana shunday jiddiy ahvolda chaqirildi va muhokama mavzularini muhokama qildi. Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik moliya amaldori yig'in ochish bilan mundaq dedi: Xi Jinping hukumati Amerika va ittifoqdoshlar bilan birlashib Rossiya Markaziy Bankasining dollar kapitalini to'g'nitish iqtidori oldida jiddiy holatda turganligini, masalan, xalqaro jamiyat Rossiya Bankasining dollar kapitalini to'g'natdi, Jungo hukumati yoki Jungo bankerlari jiddiylashdi. Jungo amaldorlar agar rayon xarakterli harbiy to'qinish yoki krizis yuz beradigan bo'lsa, Amerika Rossiyani embargo qilishga qilganga o'xshash, Beijingga ham o'xshashi shundoq embargo siyosati qo'llanadi deb aytdi. Xabarda bunday ko'rsatildi: Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgan mezgilda Jungo Kompartiya doiralari izchil Rossiyani qo'llab keldi. Balki hozirgacha Rossiya bilan savdo tijorat qilyotdi. Jungo Kompartiyasining banklari va shirkatlari mumkin bo'ladigan embargodan ansirashga boshladi. Jungoning chet elda kapitali $1 trillion oshadigan Amerika zayumi, New York shahridagi xizmat binosi qatorliqlar davlat egiligidagi Straxvaniya shirkatining New York shahridagi mehmonxonasi bu intayin nurg'un pul qilingan mehmonxonalarda vatandosh. Naq maydonda yig'in qatnashgan bir kishi bunday ko'rsatdi: hech kim yaxshi shar o'tira qo'yolmadi. Bu qatimgi jiddiy yig'inda hech kim bir yaxshi sharni o'tira qo'yolmadi. Jungoning bank sistemlari, kapitalning to'g'natilishi yoki xalqaro pul muomala organidan qo'g'lab chiqarilishga tayyor turmoqchi bo'ldi. Demak, natija yo'q, chora yo'q, taqobil turadigan usul yo'q.
embargo, xalqaro embargoga tayyor turish. Bu vahimlik vaziyat efendim. Turmoqchi bo'ldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Kompartiya hukumatining ansirishi to'g'ri. Chunki bundan boshqa har qanday ikkinchi bir tanlash yo'q mana. Amerikaning pul muomala sohasida embargo qilishi bu ofat xarakterlik oqibatdir.